Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nuristroy kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun shu erta bahor beton quyib ketgan joyimizga g'ish urish xizmatlariga kelganmiz. Mana bunaqasiga 30 metr, bunaqasiga 20 metr joyda g'ishini urib oldik. Endi bu yonboshtirib olyapmiz. Urayotganda ham shunday bu tomonda liniya ip tortib urgan ekan, bu tomoniga 90 gradusni otib 90 to'g'rilab turib g'ishtni urib oldik. Endi bu tomonni shu metrga solib, bu chekkasi bilan, mana bu chekkasi bilan nari chekkasini metrlab turib teng qilib oldik. Shunda 90 gradusimiz chiroyli chiqaradi. Xonalar ichini ham metrlab 90 graduslardan ham adashmay, xudo xolasa 90 gradusdan mana ko'rayotgan bo'lsanglar, betonni ustiga toshnet tushdi. Xudo xolasa bu tomonimiz podval. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 7,5 santimetrda shagini qilib urilyapti. Keyin kimgadir foydali bo'ladi degan umiddaman. G'ish urayotganlarda bu g'ishimiz 12 bo'ladi. 12 ga 25 bo'ladi. Orasini ko'rayotgan bo'lsanglar, yarim barmoq ochib kessanglar, keyin kelgan shagi harida o'rtasiga to'g'ri keladi. Agar buni ko'p ustalar yopishtirib qo'yadi, yopishtirib qo'yganda shagi qochib ketadi. Orqa tomonni yopishtirib urasizlar, chunki bu 25, orasini ochib qo'ysanglar, bu orasi o'ta katta ketib qoladi. Siz O'zbekistonda bilasizlar, orasiga loy surtilmaydi bunaqa joyiga. Shu tagiga tepasiga yoziladi. Agar loy surtilib urilsa, bu tomondan ochib urish kerak bo'ladi. Bu ko'pincha rossiyskiy forma bo'lib, bu jinday qimmatroq bo'ladi buni xizmati. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham g'ish uryapmiz. G'ishlarimizning narxlarini aytib o'tsak, 1050 so'mdan zavod Farg'onaniki. Mana bunday yulduzchasi bor, 5 yulduz. Mana emblemasini ko'rsasak, shunaqa emblemali g'ishlar uryapmiz. Sho'r chiqmaydi deb va'da berganda, mana xudo xolasa bitta sho'r chiqqani yo'q. Xolasa g'ishlari yaxshi, sifatli. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, ustalarimiz ham ancha g'ish urib qo'yishdi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab har qanday qurilishlarni xizmatlarini qilamiz. Shu betondan boshlab tomigacha tayyorlab beramiz. Beton quyish, g'ish urish, shu stechka, sisma kolonnalar, shunaqa qurilishga oid hamma ishlarni qilamiz. Xudo xolasa remontigacha bo'lgan, shu tomiyu remontigacha bo'lgan xizmatlar qilamiz. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar, oldi erkerli bo'lib 11 xona yo 10 xona yo shu 10 xona uyda g'ishlarni uryapmiz. Aylanpasiga hamma yoq uy. Mana usta akalarni ham ko'ryapsizlar, chiroyli qilib urib beryapmiz. Usta narxlariga kelsak, g'ishlarimizni bir donasini 600 so'mdan bo'lib qoldi. Hozir g'ish urish narxlari rastor loyiga bo'lsa, rastorga bo'lsa jinday balandroq bo'ladi. Ikkinchi etajlar narxi kelishilgan holda o'zgariladi. Bu yerda sisma kolonnalarini ham o'zimiz quyib beramiz. Hozirgi kunda sisma kolonnalar quyish narxlari 110 ming, 120 ming. Polniy sismasi, kolonnasi, pirmichkasi hammasi bir xil narxda. Biz shunaqa qilyapmiz. Agar addenni bo'lsa, devorlar orasidagi kolonnalar 140 ming, tepadan o'tib ketadigan rigel deydi, osma. 3 metrdan uzunligini osma qilinadi, rigel bo'ladi. Qalinligi 40 ga 40 bo'ladi. Shunlarning narxi 150-160 ming bo'lyapti. Sismalarimiz 80-90 ming. Agar optimda yo'l qilamiz, boshi og'rib ketyapti, buni ko'pchilik shu hisob kitobga yo'roq. Agar qo'yiq suyug'ini ichida desa, bu kolonnamiz ham, tepada devorda aylanadigan devor ustidagi 30 santimetrlik betonimiz ham hammasi 110 ming, 120 ming kelishilgan holda qilib beriladi. Agar shu gazabloy bo'lsa 110 ming, g'ish bo'lsa 120 mingdan optimiga. Shunda regili ham, kolonnasi ham hammasi qo'yiq suvi ichida quyilgan joyi 1 metr shunaqa narxdan qilib beryapmiz azizlar. G'ish urganni lesamiz yo'q, qolgan hamma instrumentlarimiz bor. Shu charobcha holatigacha bo'lgan joyga apalavkalar, mishalkalar, raketmon, lopatka degandek hamma instrumentlarimiz bor. Bemalol murojaat qilib chaqiraverasizlar. Iz bosgan bo'ylab xizmat qilamiz. Aziz qadrdonlar, mana shu proyekt asosida bo'lyapti. Uni erta bahordan beri ishlatamiz. E'tibor beringlar, yomon bo'lib ketdi. Mana shu binoyimizni beton diki ko'rib, kimgadir kerak bo'lsa bemalol foydalanishlari mumkin. Bu g'ish diki. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bunimiz
to'sin tushadigan joylarniki. Bu deraza portichkalarning razmeri. Bu sismalar derazaning tepasida portichkaning razmerlari, portichkaning sismasining razmerlari. Qancha balandlikda bo'lishi hammasi mana shu yerda ko'rsatib qo'ygan. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Mana qadrdonlar, bu ham yana oldi ko'rinishi. Endi eng qizig'i bu yerda mana smetasi bor. Smetasini ham ko'rib olaverasizlar. Mana shu joyga qancha beton, qancha sement, qancha armatura ketishini hammasini yozib qo'ygan, armaturalarni razmerigacha. Arxitektor xizmati kerak bo'lsa, mana shu chizgan odam deb bunaqasi nomerlari. Qadrdonlar, bu albatta foydali bo'ldi degan umiddaman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.